Bashar Asadning otasi Hafiz Asadning jasadi o'g'irlab ketildi. Jirinovskiy o'zi aytganidek qabrda ham signal bermoqda. Eron prezidentidan so'ng Netanyahu ham Ozarbayjonga boradi. Bugun shular haqida gapiramiz. Assalomu alaykum. So'nggi sutkada jahonda ro'y bergan eng muhim voqealar tafsiloti Yoshlar ovozining xalqaro dayjestida. Demak, biz boshladik. 1971 yildan to 2000 yilga qadar Suriyani boshqargan Hafiz Asadning jasadi o'g'irlab ketildi. Bu haqida Suriya TV telekanali xabar berdi. Noma'lum shaxslar qabrni qaziyotganini ko'rsatuvchi video 17-aprelda tarmoqlarda paydo bo'lgan. Ular Latakiya viloyatidagi qurolli guruhlar bilan aloqador bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. Tarqalgan videoga tayansak, qabr qazib tashlanganini ko'rish mumkin. Yenet nashrining yozishicha, Hafiz Asadning o'g'li sobiq prezident Bashar Asad tarafdorlari jasadni haqoratlanishdan saqlash maqsadida qazib olgan bo'lishi mumkin. Asadlar oilasining maqbarasi Suriyaning Latakiya shahrida joylashgan bo'lib, u yerga Hafiz Asadning katta o'g'li Basil ham dafn etilgan. 2024-yilning 8-dekabrida Bashar Asad hukmronligi ag'darilgach, Hafiz Asad tobuti yoqilgan edi. Endi esa jasadi o'g'irlandi. Suriyaning amaldagi hukumati hozircha rasmiy munosabat bildirmadi. Rossiyalik mashhur siyosatchi Jirinovskiy bir vaqtlar qabrda ham signal beraman deb aytgan edi. Bu jumlalarni ayni kunlarda rus jurnalistlari ko'p eslashmoqda. Sababi esa Jirinovskiyga tegishli xorijga chiqish pasporti Sankt-Peterburgda tashkil qilingan kimoshdi savdosida qariyb $13,000 ga sotildi. Jirinovskiyning vafotidan so'ng ko'pchilik bashoratchi sifatida eslaydi, chunki jahonda hozir ro'y berayotgan hodisalarni bir vaqtlar siyosatchi oldindan aytib ketgan. Putin esa Jirinovskiyni bashoratchi emas, bilimdon odam deya ta'riflaydi. 28-aprel kuni Eron prezidenti Masud Pezeshkiyon rasmiy tashrif bilan Ozarbayjonga keldi. Tashrifdan maqsad Eron va Ozarbayjon o'rtasidagi ikki tomonlama aloqalarni mustahkamlash. Pezeshkiyon Ilhom Aliyev bilan muzokaralar o'tkazgan hamda 7 ta hamkorlik hujjatlari imzolangan. Ahamiyatli jihati shundaki, Eronning ashaddiy dushmani Isroil ham Ozarbayjon bilan aloqalarni mustahkamlamoqchi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuning Ozarbayjonga tashrifi e'lon qilindi. Unga ko'ra, tashrif 8-may kuniga rejalashtirilgan. Tashrifning 8-may kuni bo'lishida ham ramziy ma'no bor aslida. 1992-yilning 8-mayida Shusha shahrini himoya qilish jangida Ozarbayjonning Yahudiy milliy qahramoni Albert Agarunov halok bo'lgan. Netanyahu Ozarbayjonda Ilhom Aliyev hukumat rasmiylari va Yahudiy jamiyati yetakchilari bilan uchrashishni maqsad qilgan. Tashrif davomida Netanyahu Bakudagi Yahudiy yozuvlari guvohlari huzuridagi qabrni ham ziyorat qiladi. Xabarda qayd etilishicha, Isroil bosh vazirining Bakuga tashrifi 11-maygacha davom etadi. Bizda hozircha shular. Voqealar rivojini Yoshlar ovozida kuting. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring.